bo'lgan Cobalt avtomobiliga tunnellar qo'yishni o'rgatamiz. Hop. Bosadigan tomonlari steker, mana parang yoquvchilarga ключатda stekerni sug'urib olasiz. Sug'urganingizda mana shu bosadigan tomon birinchisini massaga berasiz. Massasini bilganmiz. Hop. Tushunarli bo'lishi uchun undaq ko'rsam, mana birinchisi stekerda birinchisi massa. Uchinchi teshikdan chiqqani bor mana. Qismdan ketma-ket bo'lishi ikkinchisi mana. Ko'p sim bo'lganmiz mana blижненький. Uchinchisi gabaritga. Sal yaqinlashing. Mana uchinchi qismini o'rtasidan kesasizlar. Past tomoniga oqini berasizlar, knopka kirib ketadigan tomoniga. Tepasiga kamandek chiqadiganiga yashilini o'ylaysizlar. Mana yashil. Hop, bu gabaritda shu tegida mana ikkinchi qatorida уже. Joylashuvi yaxshiroq qanot beringlar mana. Gabarit qismini tegida deysizlar. Bu через zamok, sariq sim o'ylaysizlar. Sariq sim o'ylaysizlar. Bu прямой plyusga berasizlar oxirgi samoni. Shunda hammasi to'g'ri ishlaydi. Datchigini mana laboviga qo'yib berganmiz.